Assalomu alaykum, mana obunachilar. Mana bugungi proyektimiz 45 sutuli joyga ta'minga qilyapti. Mana ko'chatlarimiz deyarli bu joyga ekilib bo'lindi. Sizlarga mana ish jarayonlaridan lavhalar. Bugun 10-noyabr 2025-yil. Men sizlarga bu yoqqa endi o'zim erishgan muvaffaqiyatlar, o'zim erishgan natijalarimiz. Endi bu yoqqa faqat partnyorlarimizga, ya'ni o'zimiz ko'chat sotgan odamlarni ko'chatlarini men sizlarga xudo xohlasa ko'rsatib boraman. Yo'q, to'xtamasdan. Bu yil o'zida hop bitta, ikkita, uchta, 4ta, 5ta, 8 ga yaqin katta proyektlarga mana endi ko'chatlarni ekib berayotgan ekanmiz. To'g'risi hozirgi paytda kallada hisobladim. 8 ta proyektimizda mana endi ko'rinyapti. Hozir bu bitta proyektimiz. Men sizlarga xudo xohlasa ham proyektda ekilayotgan joylarni hammasini videolarga olib ketaman. Hammasini videoga olib ketaman xudo xohlasa. Sizlar tinmasdan mana xonni kuzatib borishni davom etinglar. Xudo xohlasa men sizlarga videolarni to'liq qo'yib boraman. Mana naramiz ekilyapti. Orasi mana 2,5 yoki 220 dan aşağı tashalyapti joy. 1 metrga 2 ta ekilyapti. 45 sutu joyimizga, mana shu 45 sutu joyimizga hop 4,5 mingta ko'chat ekilyapti. 45 sutu joyimizga 4,5 mingta ko'chat ekilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu parni bo'lgan, eski joy. Parni mana ustiga salafanlarni olib tashyapti. Salafanlarni olib tashlab, o'sha eski parni bo'lgan joyi xudo xolasa endi ochuv manzar qo'yamiz. Bu hech qanaqa parni emas. Parni ko'rinishda ekilmaydi. Malinalarni parni ekish shart emas. Malinalarimizni bemalol anaqa kursi bo'ladi. Ochuv joylarga kursi bo'ladi. Eminda uning uchun anaqa parni bo'lish shart emas. Eslatib o'taman, bu o'zi parni bo'lgan bir paytlar. Bu yerda pomidor, bodringni qilishgan, har xil narsalar qilishgan. Yurmagan va shu hisobdan biz kelib bu proyektni oldik va endi bu proyektga xudo xolasa o'zimizga faqat malina qilib beramiz. Bu malinalardan sorti Denniva. Bu malinalardan sorti Denniva. Xudo xolasa mana shu Denniva malinalarni ekib berib, xudo xolasa shu yerga anjaqlar qilamiz. Bizlarni kuzatishni davom ettiringlar. Biz xudo xolasa sizlar uchun yangi videolar qo'yib boramiz. Har doim videolar bilan sizlarni qo'lni ulashib boramiz. Mana sizlarga hozir ish jarayonlaridan videolar qilib ketamiz. Mana chuqurimizning chuqurligi 30-25 sm bo'ladi va tagida sholi po'choq bo'lishi shart albatta. Sholi po'choq nimaga deb so'rashingiz mumkin? Sholi po'choq bu namni yaxshi tushiydi. Bu bir. Ikkinchidan ildiz yaxshi shu oladi. Ildizga yaxshi yurishga yordam beradi. Va uchinchidan ko'chatimizga tagiga ham o'g'it bo'ladi buni. Ko'chatimizga o'g'it sifatida o'tib ketadi tagiga. Tagiga aslo gong solmanglar. Gong solish bo'lmaydi. Gong solsanglar kuydirib qo'yasizlar ko'chatni. Gong, begomuz ular ham bo'lmaydi. Faqat sholi po'choq yoki somon imkoniyatli darajada kelib chiqqan bo'lsa apilka solinglar. Bo'ldi. Boshqa hech narsa emas. Boshqa narsani sizlarga taklif qilmayman. Sizlarga videolardan barcha xudo xolasa har bitta proyektlarimizdan men sizlarga videolarni olib boraman. Bu proyektimizning bu birinchi proyekt. Xudo xolasa men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta qilib proyekt olib boraman. Bu proyektimiz aynan Toshkentning o'zida bo'lyapti. Toshkentning o'zida men sizlarga proyektlarni olib boraman. Viloyatda juda ham ko'p joylar chiqarganmiz. Xudo xolasa viloyatlarga chiqargan joyimizga ham aytaman. Xudo xolasa chiqarib bersa, videolarni qo'yib bersa, men ularni ham videolarni qo'yib boraman. Rahmat sizlarga shu paytgacha meni kuzatganingiz uchun. Like va kommentariy bosishni unutmanglar. Ha, aytgancha, men sizlarga muhim bitta narsa aytib qo'yay. Ko'pchilik so'raydi. Orasi qanaqa bo'lish kerak? Agar katta joyingiz bo'ladigan bo'lsa, orasi 2,5 metr bo'lish kerak.
joyingiz katta bo'ladigan bo'lsa, realniy katta bo'ladigan bo'lsa, kichkina hovlida bo'ladigan bo'lsangiz 1,5 metr qursangiz ham bo'ladi. Katta joylar bo'ladigan bo'lsa 220 lar mana shunaqa qo'ygan yaxshi. Nimaga deganda traktorlar yurishiga oson bo'ladi va ishlarga ham bemalol qulay bo'ladi. Va uzunasi keladigan bo'lsa 1 metrga 2 ta ekiladi. 1 metrga 2 ta ekiladi. Chuqurligi 30 sm, 25 sm bo'ladi. Tagiga ish olib o'chirib tashlanadi. Keyin yana 1 metrga 2 ta bo'lishini aytdim. Eni 2,5 bo'lishini aytdim. Agar hovli bo'ladigan bo'lsa 1 metrga 3 ta ham bo'ladi hovliga. Hovliga bo'ladigan bo'lsa orasini 1,5 tashlaversangiz ham bo'ladi. Orasini 1,5 tashlaversangiz ham bo'ladi. Men sizlarga xudo xolasa hamma proyektlarning videolarini olib tashlayman. Boyaga ketganimdek 8 ta proyektni xudo xolasa videolarni ulashib boraman. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Maninaxon asoschisi Fozilov Ibrohim bo'ldi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariyada savolinglar bo'lsa savollarni qoldirib o'tiringlar. Aytgancha, bu Manina ko'chatlarimizdan navi Delniva ko'pchilik tushunmayotgan ekan. Bu Maninalardan navi Delniva. Bular hosil berish darajasi o'ta yuqori. Bular remontantli sort. Bular bitta hosil bergandan keyin bo'ldi to'xtamasdan shu -4 bo'lguncha hosil beradigan sortlardan. Va bularning yana yutuvli tarafi nima so'rarkan, ko'p ko'chat beradi. Bitta bolalagan eng kamida 3 tagacha bolalaydi bu Maninalarimiz. Xo'p, yana nimani qo'shib ketsam ekan sizlarga? Endi ko'rayotganlarga albatta. Xo'p, bu suvni sevadi. Suv bor joyga qilinglar maslahatim. Suvsiz joy bo'lmaydi. Qurg'oqchilik yana ham joy bo'ladigan bo'lsa bo'lmaydi. Suv bor joyga qilinglar. Xo'p. Tagiga ko'mik tashlamaslikni aytdim. Hammasini aytdim. Xudo xolasa hech narsa qolib ketmadi. Mana bu birinchi proyektimiz bo'ldi. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa 8 ta proyektni sizlarga birma-bir ko'rsatib boraman xudo xolasa. Sizlar bilan Ibrohim bo'ldi. Har doimgidek xayr tilayman. Xudo xolasa ko'rishguncha.